asida. Bugun bu yerda respublikamizning turli hududlaridan yetib kelgan eng sara pedagoglar jam bo'lgan. Dastlabki bosqichda 16 mingdan ortiq ishtirokchi qatnashgan bo'lsa, atigi ulardan 100 nafardan ortig'i final yo'llanmasini qo'lga kiritgan. Endi esa ular yilning eng yaxshi tarbiyachisi nominatsiyasi bo'yicha bellashmoqda. Bu yerda ya'ni subyektiv baholash alohida urg'u beriladi. Sababi ularning muloqot darajasi, bolalar bilan moslashuvi, ularni tushunishi, psixologik muhit yarata olishi va shu bilan birgalikda bolaning yosh kesimida ular bilan vaqt davomiyligiga ham alohida urg'u berilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari ularni xalq og'zaki ijodi bilan qanchalik tanishligi, ertaklarni yaxshi bilishi va bolalar bilan faoliyatda erkin va rivojlantiruvchi o'yinlardan kengroq foydalanishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'rik-tanlov 2019-yildan buyon o'tkazilib kelinmoqda. Tanlovning mazkur bosqichida ishtirokchilar pedagogik mahoratni namoyish etish, maktabgacha ta'lim va tarbiya sifatini oshirishga qaratilgan loyiha taqdimoti hamda test sinovlari orqali o'z bilim va malakalarini sinovdan o'tkazishmoqda. Mening bugungi loyiham shundan iboratki, bugungi telefon va gadjetlar rivojlangan davrda bolalarni aynan mana shu raqamli texnologiyalar orqali milliy qadriyatlarimizni bolalarga singdirib borish. Bunda men keng qo'llangan ilg'or pedagogik metodlardan biri bu sun'iy intellekt. Ya'ni bunda tarbiyachi yordamida sun'iy intellektda milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, halollik, mehnatsevarlik hislari yo'g'rilgan milliy ertaklar yaratiladi. Tarbiyachi tomonidan aynan mana shu ertaklar tarbiyachi hamda bolalar tomonidan ovozlashtiradi. Loyihamning ikkinchi bosqichida esa bolalar o'z ota-onalari bilan sun'iy intellektda ertaklar yaratadilar va ularni oila davrasida ovozlashtiradilar. Bu albatta birinchi navbatda bolalar va ota-onalar o'rtasida milliy qadriyatlarni yangitdan kashf etadi. Yangi metod QR kodli savol metodidan ko'proq foydalanyapman. Bu bolalarda zamonaviy texnologiyalarga qiziqishni oshiradi, izlanishlarni, ishtiyoqlarni oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu tanlov pedagoglar uchun nafaqat bellashuv, balki tajriba almashish maydoni hamdir. Bu yerda har bir ishtirokchi o'z ustida ishlash va yangi yondashuvlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bizlar hozir birinchi bosqichdan chiqdik. Bunda 50 ballik sistemada ajratib qo'yilibdi. Bunda tarbiyachining o'zini tutuvi, bolalar bilan islashuvi, kreativligi, metodik qo'llanmalar qalay yengillaytirib o'tirganligi to'g'risida alып barab o'tiribmiz. Baxtlab tarbiyachilarning kreativligini, shaqqonligini, bolalar bilan yaxshi ishlashini bizlar ko'p e'tibor berib o'tiramiz. Yo'q, raqamlarni bilmaydi demadik, ko'rganda tanimaydi dedik. Davlat talablarida keltirilganki 5-6 yoshli bola 10 gacha bo'lgan raqamni bemalol sanaydi. To'g'ri, 1 dan 10 gacha, 10 dan 1 gacha sana oladi, lekin ko'rganda 7 ni ko'rganda aynan 7 ligini yoki 8 ni ko'rganda 8 ligini taniy olmaydigan bola bo'lishi mumkin. Chunki har bir yoshda o'zida individualnost bo'ladi. Xususiyatlari bo'lgani bilan 5-6 yosh uchun qiyin bo'ladi. 6-7 yoshli bola bemalol hamma 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni ko'rganda taniy oladi. Tadbir yakunida g'oliblar bir martalik pul mukofoti va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, oliy ma'lumotli pedagoglarning malaka toifasi bir pog'ona oshiriladi. Oliy ma'lumotga ega bo'lmaganlar uchun esa oliy ta'lim muassasalariga imtihonlarsiz o'qishga qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.